Xayrli kech. Xayrli kech butun dunyodagi barliq vatan sevgan qarindoshlar. Sizlarga tekrar xayrlik bo'lsin. Sizlarga xayrli kechlar tilayman. Bugun tuyuqsiz bu mediaga chiqib qolishimdagi sabab yana jamiyatimizda yuz bergan, jamiyatimizda bo'layotgan ba'zi masalalarni millatimizga tanishtirishni yana loyiq topdim. Atigan ish qilmoqman, ish qilmasam 24-25 yillarga qadar, ya'ni bu oyning 25lari, 26lari bo'lamdi, aytavur 14 kun to'liq ishlaydigan vaqtimiz. Bir ish kun havo rayi nachar yoki undaq yoki bundaq bo'lish tufaylidan biz ishda 2-3 kun ekstra qo'shimcha turib qolgan ahvollar bo'ldi. U yerda bundaq bir jonliq media qilish sharoitimiz biroz to'van. Mayli internet bo'lsin, har turli ishlar tufaylidan shunga bu ishlarni men ish qilmoqchi burun ko'pchilikka o'tirib qo'yay dedim qarindoshlar. Bundan avval ko'pchilikka deydiganim xabarlarda bor. Bundan 2 kun avval Dolqin Ayso efendimning, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyi millatimizning raisi bo'lgan Dolqin Ayso efendimning janvada bu ochilgan yig'inda o'ziningki bergan millatimizga bergan raporga asosan men o'zimning ko'z qarashlarimni o'tirib qo'ygan. Bu yerda men hech qanday bir Dolqin Ayso efendimni haqoratlaydigan mediada turdi. Shaxsiyatiga tegadigan bundaq ishlarni qilmadim. Zaten men televizorda deyman, bu jonliq media epaga vaqtimizda ko'p %99% men siyosiy tashkilotlarimiz bo'lsin, siyosiy tashkilotlarimizningki siyosiy programmalari, siyosatdagi to'g'ri xatolikları, mayli irqiy qirg'inchilikda bo'lsin va yoki mustaqillik jihatlarda, mustaqillik deyish jihatlarda bo'lsin, men u har birimizningki tashkilotlarimiz bo'lsin, zaten ularning meningdan o'tgan xatoligimni ayblasang bo'ladi. Men sening Uyg'ur bo'lgandikin, men bir Uyg'urning bir grajdani bo'lgandikin, Uyg'urning ishini qilayotgandikin, bu ishni o'rtaq barobar qilaylik degan niyat bo'yicha ularningki tashkilot rahbarlarimiz bo'lsin, mayli kim bo'lsin, xato nuqtalarini men o'zimning tushunchamni millatga o'tirib qo'ydim. Millatim bilan asosan degidek o'rtaqlashib keldim deb o'ylayman. Degan so'zim haqiqatan millatimiz orasida cho'ng bir egiz pastliklarni paydo qildi. Ko'plagan qarindoshlarimizdan kelgan fikrlarning hammasi ochiq turdiki, bu yerda devatgan gaplar qilganchaqda mening so'zlagan so'zimda asosan xatoliklarning yo'q ekanligini ko'pchilik qarindoshlarimiz to'liqladi desak bo'ladi. Ammo men ishonmadim. Bugun tunugun qarindoshlarimiz o'tirib qo'yibdi. Shu mediadan keyin yoshirin holda jamiyatda o'tirib, mening ustimdan o'tirib shunday haqorat etgan medialarni taqtishib, bir-biriga yo'llashib, shunday ishlar bo'lib ketibdi. Qarindoshlarim, men sizlarga shunday deyman. Men yana takrorday hech bir zaman o'tirib, mening kechkunduz zihnim vatan millatimning dardining ichida. Urug' tuqqanlarim bilan rostini degan chog'da 2018dan tortib hech qanday aloqa yo'q. Yevatdimi, nim bo'ldi. Boshqa jamiyatimizdagi barliq Uyg'ur qarindoshlarimizga o'xshash, menga o'xshash tragediyaga beshiga kelgan qarindoshlarimizga o'xshash. Shu sababdan men qanchaki bu yerda siyosatni bir-birimizni to'liqlash asosida ularni mening nuqtamni ayblasangiz bo'ldi. Men sizning nuqtalaringizni, xatolaringizni ayblayman. Bu ayıplaşning o'zi moyatida qusur izlash emas, bu davoyimizni mukammal qisqa suratda tez qilishdan iborat bu strategiya, bu nishonning ichida. Ammo ko'rgansizlar qarindoshlar, bu nereden chiqsin, mening parvoyim pelak. Albatta meni shunday bir tillab ishlab, videolarni ishlab, yoshirincha taqib, o'zaro xo'shulashib qilishlari mening hech qanday vaqt ko'nglimni yerim qilmaydi. Gunoyim yeniklaydi qarindoshlar. Gunoyimiz yeniklaydi. Bundan hech qanday bir umidsizlikdan boshqa hech qanday bir tarafi yo'q. Buni bilib qolinglarki qarindoshlar, bunchalik ishlar jamiyatimizda yuz bergan bir-birimizga bunchalik ishlar o'tirib bizning ro'yimizni tushiradigan, cho'kib ketadigan nuqtalarga hech qanday bir kishi akilanmaydi hamda qarindoshlar. Bu da'voga kirdik. İnşallah vatanimiz, milletimiz yo'lda 5-6 litr qinimizni shu vatanga, millatga berimiz deb saqlab turgan insonlar bunchalik kichik bir medianing ishlab chiqishi, u boshqa insonlarning o'zaro qo'shilib, o'zaro bir-birini bu video orqali xo'shalik qilishi mencha vaqtimizda mening ko'nglimni yerim qildigan masala emas. Men mumkin qadar yana takrorday hech bir insonning men shaxsiyatiga kirmadim. Siyasi davadaki xatolik yo'llarini ko'rsatib keldim, chiroyli deb keldim. Hatto men shu bir shaxsning xatoliqini ayblashdan avval gunoh menda qilib qolmasin deb o'tirib, shu kishiga va shu kishining yaqinlariga men o'zimning demoqchi bo'lgan gaplarimni
tekrar yetkizib keldim. Anlamagan vaqtingizda, vaqt kelib qolsa, nima desang de degan vaqtingizda men fikrlarimni davomlashtirib keldim. Maqsad, bu yerdagi maqsad o insonlarning haqqiga kirib qolmaslik. Mening bu oliy nishonim bu. Shundaq shu da'volarimni men shundaq olib keldim qarindoshlar. Bugun men gapni uzatmay, bu yerda to'plarda boshqa yerda eqiyotgan azroq bir masalalar chiqdi. Masalan, Türkiye'deki Hidayetullah Oğuzhan Efendim'den Teşkilatlar Birliği Reisinin Hidayetullah Oğuzhan Efendim'den kısa WhatsApp topları turdu, cık talaşta atışlar yaratıldı. Bazıları oturup bunu bundak düşen degen oldu, bazıları oturup bunu bundak düşen degen oldu. Şu sebepten ben milletimizge oturup bu videonu koyumen, ilgiri mening odatim bo'yicha bo'lganda shu bir videoni qo'yib o'tirib, o'zimning bunga nisbatan tushunchimni o'tirib qo'ygan. Buni deginkisi endi malla so'zlamay, ben mushundaq bir jamiyat yo'liqqan masalalarni ko'pchilik avval qo'ygandan keyin mendan boshqa insonlarning bu masalan men topgan videoga mening nazarimda xatolik deb hisoblangan narsalarga millatimizdagi boshqa shaxslar qanday qaraydi? Bu noktada ben oturup başka bir özgürüş hasıl kılışını doğru taptım. Bunu deginki söhbetlerim asasen şunda qarak buldu. Men cik raddiye, cik tenkit sütüdeki gaplarını bunu degin bek cik qıp ketmeyme. Çünkü men cik kıldım, hakaretlerini bek köp uçurdum. Hem bu hakaretlerini dep gelsek, men hakaret kıldı da oturup medyaya çıkıp bir insanı ismini atap oturup men tillemedim. Hemen aslında Allah'a koyup koydum. Turudu. 2018'den tatip meni hakaretlep shunchaki tillagan insonlar men tillamagandan keyin eng oxirida o'tirib ashla o'zining Facebookda yozgan xatlarini tillagan so'zlarni tatib qo'yib qo'yganimni 2 yildan keyin 1 yildan keyin ko'rgandan keyin mendan kechirim so'rab o'chirvasangiz ash so'zlarni siz tillamaydi ekansiz degan gaplar bilan degan so'z insonlarmi bo'ldi. Mening maqsadim jamiyatda inson millatdoshlarim bilan ziddiyatlashish emas, dushmanlashish emas, do'stlashish qarindoshlar. Yeter ki davayımızı milletimiz, halkımızdan faydasını ettirişten başka âli maksat yok. Xulası gep kelsem, ben bu yerde Hidayetullah Oğuzhan Efendim'nin sözünü koyay. Ben bunun nispeten doğru mu hata mı degen gaplarni demeymen. Türkiye'den bir qarindishimizga telefon qilaman. Bu qarindishimiz özünün göz qarşısında dep baqıdı. Bunu qanaat Isak nim qilmagan bo'lsa, norozilik fikr bor insonlar bo'lsanglar, men yeni median vaqt kelib qolsa ochaman, ashqa vaqtning o'zida menga telefonimni bilisizlar, Facebookni bilisizlar. Bunga norozi bo'lgan insonlar bo'lsa, erkin anda bo'lgan bo'lsa, mening bu Hidayetullah Oğuzhan Efendim mundaq degandi. Bunun ma'nosini mundaqaroq tushuntirib beramiz desak to'g'ri bo'ladi. Yetarki bu suhbatlarimiz jarayonida Hidayetullah Oğuzhan Efendimning hech qanday vaqt shaxsiyatiga tegish, haqoratlash degan gaplar bo'lmaydi qarindoshlar. Xo'sh, unda bo'lsa bu videoni anglab beraman. Biz faqat tirishchanlikqa mukallaf. Biz Sharqiy Turkistonni ozod qilishga yoki dunyoga bayroq tiklashga mukallaf emas, ammo tirishishga mukallaf. Biz faqat tirishchanlikqa mukallaf. Biz Sharqiy Turkistonni ozod qilishga yoki dunyoga bayroq tiklashga mukallaf emas, ammo tirishishga mukallaf. Biz faqat tirishchanlikqa mukallaf. Biz Sharqiy Turkistonni ozod qilishga yoki dunyoga bayroq tiklashga mukallaf emas, ammo tirishishga mukallaf. Biz faqat tirishchanlikqa mukallaf. Qarindoshlar, bunu men kesib olmadim. Hammanglar bilasizlar, WhatsApp to'plarining ham yerda eqib yurdi. Bu to'g'riliq talash tatishlar bo'lindi. Shuning uchun men bu yerni qo'ydim. Endi bu qarindishimizning degan so'ziga nisbatan dunyodagi boshqa qarindoshlarimiz nima deydi? Buni bir anglab boqaylik. Mencha bu qarindishimizningki vaqti bordi deb o'ylayman. Kirsa men köpçülük bilen bir anlap, ortak bir sözünü anlap bakaylı. Bunu deginki söhbet aşındak buldu. Benim söhbetim köpünçüler aşındak buldu. Özüm bir vasıta radya karakterlik sözlerini az kılıp Ve aleykümselam. Ali hacım qanday ahvollari? Bo'ldi, Allohga shukr. Allohga shukr, ham ishlar joyida. Shu
Bayağı degan Hidayetullah Oğuzhan efendimninki sözlegen sözünü bu cemiyetimizdeki, milletimizdeki insanlara yetkizdik. Ben özümün göz qarashlarını köpçülük edip oldum. Siliniki muşu haqda silimi anlapla topladı. Biz azraq bir paranlaşkan bu toğırlıq, bunu uçığın deyiş gerek. Özlerinin milletimizge bu haqda deydiğen göz qarashlardan bir qatar bir anlapa qaydıdı mən deyip. Eğer sizler tayyor bolsalar, men mikrofonni açıp milletimizge qo'yib anda qo'ygan bo'lsa bo'ladi. Qurultay to'g'risida, dolqunaytsa to'g'risida ben bir so'zga sizlar anglab, men tiltinapla. Tiltinap kelib buni bizning nima maqsadlari va bu qurultay to'g'risida buni desizlar, aldı qurultayın demek. Keyindan andın bu bikim tugidi degandiki yana shu Hidayetullah Oğuzhan Dünya Uygurlar Teşkilat İşbirliği'ndeki liderinin sözü doğruluk bir nim fikirleri var degandeki keyin onun cevap bereyim. Şuna qilama? Mayli, anda qo'ygan bo'lsa, siz demoqchi o'g'ini o'tganda men 2 kun avval so'zlagan Dolqunay Isa efendimninki bu qurultay nimada Jenevada o'tkazilgan yig'indan bergan raporga asosan so'z qilmoqchi, shunda bo'lgan joqda birinchilab, shundaqmi? Evet. Xo'sh, endi bu videosini xo'sh, anda qolsa o o'zlarining fikrlari, uni qo'yishdan bo'ldi. Uning kaydan Oğuzhan Sizlar anlamagan yani fikirli menden çıkışı mümkün. Xo'sh. O fikirli de olmaganca. Xo'sh. Genellikle kurultay vekillerine bir signal yani bir signal verildi deb qoldim ki onunca. Biz hazır hücumumuz başlandı çok bunun ola. Xo'sh, bo'laverdi. Gap sizda anda qo'ygan bo'lsa. Evet, sizlar men gap so'rashlamsa hech. Ben şu anda qo'ygan bo'lsa, men yodlarda bor, butun dunyodagi insonlarning hammasi ko'di, nurg'un haqoratlar kelindi. Masalan, Dolqunay Isa efendimning qurultaydan bergan oldiq raportining o'zida, masalan, madaniyat qirg'inchiligi falan pukun degan gaplar, bu yerda hammasiga o'tirib qo'yildi. Masalan, 50-yil, 55-yil isloh qilgandan degan gaplar bor. Ammo ba'zilar dedikin yig'inda bunday gaplarni yig'inda haqiqatan normal gaplarni qilgan yerlar bor endi. Lekin biz bu yerda millatimizning tushundig'ini asosliq millatimizga bergan Uyg'ur tilidagi rapor, shundaqmi? Shundaq bo'ldi deyman. Evet. Anda bo'lgan bo'lsa, mushto'g'irlik men nurg'un tanqidlar bo'lindi. Albatta men tanqid fikrlardan qochadigan odam emas. Sizlar mushto'g'irlik o'zlarining bir fikrlarini boshlasizlar, uning keyindan Oğuzhan hojim haqida so'zlislar bo'ldi. Bo'ldi. Hozir sizlar mende so'raslamsa nimani hech qo'yib mikrofon. Ya mikrofon echik hozir millat anglayotdi, so'zlisi bo'laverdi. Anladım. Assalomu alaykum. Rahmat. Mendan bu suhbatni bir tang ambarlishni qaror qilgan bo'lsangiz teşekkür ederim. Men buni bu temada boshlayman. Assalomu alaykum. Hurmatli Dünya Uyg'ur qurultayininki lideri Dolqunay Isa efendim. Biz sizniki Jenevada açılgan Tibet mustaqilligi to'g'risida yig'iniga toplandik, qatnashganligingizni bildirdingiz. Bu yerda Tibetning mustaqilligi anlatılibdi. Biz Uyg'urlarninki siz mustaqillik deydigan fikrni bir yerda siz qilmay, Uyg'urlarninki 49-yil isloh qilib 55-yil bizga avtonomiya bergandan keyingi madaniyat qirg'inchiligini debsiz. Biz bununla öz fikrimizni siz bilan bir ortaklaşmakçı, hem sizden bir fikir sormakçıyım. Siz Dünya Uygur Kurultayı'nın vekili, yani Uygur halkının ki lideri olarak süptünüz bilen bizninki dünyada hazır körüvatkan veya ki Xitay'nın ki 1949 yıl bizim devletimiz besçiydi diyen gep sözlerimi kılanmapsız. Bunu biz düşünemedik. Yani bizge avtonomiya berdi depsiz. Biz yani bunu düşünemedik. Biz avtonomiya, bizim yerimiz avtonomiya emas. Xitay yancıgıdan, kuluydan kütürüp çıkıp yancıgıdan çıkıp Uygur halkı berdi mi? Bu zeminni esivelip bizden devletimizden Şerq Türkistan Cumhuriyeti'ne esivelip bunu özgertip dedi mi? Buna bir cevap verişinizden ümit kılıma. Mesela Dünya Uygur Kurultayı Uygurlarınki beşinin tacisi. Ben Uygur'un bir evlat oluş süptüm bilen, Uygurluk süptüm bilen, bunundan sizden bu soğanı soratıma. Siz bilen, bizdenki Dolqunay Isa bilen Ali Mersin'inki hiç kanda adalet yok.
biz milletimizge xizmat qilgan har qanday bir liderni hurmatlab keldik. Yana hurmatlaymiz. Demakchi bo'lgan fikrim, siz bizningki bu besilingan ya tatib elib, haq-huquqlarimizni elib, qanunsuz ko'chman o'rlashtirib, qanunsuz terrorlik yurgizib, Uyg'ur xalqini 49dan tortib hozirgi kelishda bizning necha million odamlarimizni o'ttirib o'tgan bir Xitoyni siz yana bizga avtonomiya berdi debsiz. Siz bu fikrni qaysi mantiqida Uyg'ur xalqiga anglattınız? Nima uchun bu davlatimiz besvag'aga avtonomiya berdi? Siz buni qanday qabul qilasiz? Masalan, Uyg'ur xalqining hozirgi muddasi, maqsadi, nishoni faqat Xitoy qonxo'r Xi Jinping ve yukarısı mavzudun ahir Xi Jinping'ninki bu Osmon Osiyo siyosatidan ve qirg'inchiligidan qutuluş maqsadida kurash qilayotgan bir xalqqa siz avtonomiya tushuntirib, avtonomiya bergan madaniyat qirg'inchiligi. Zaten 49-yilning yoki Uyg'urlarni Xitoy madaniyat qirg'inchiligini, diniy qirg'inchiligini ve milliy qirg'inchiligini hozirga kelishlik to'xtatmay, hech qanday gunohsiz bir xalqni qirib kelayotganligini butun dunyodagi yot millatlar bilib, Uyg'ur xalqini so'yqirdim deb e'lon qilgan vaqtda siz madaniyat qirg'inchiligi degan fikrlar bilan so'zingizni oxirlashtiribsiz. Hurmatli To'lqin Esa, siz Uyg'ur xalqining vakili bo'lsangiz, siz Uyg'ur xalqining ishtimi, mushigimi, har nimasi mustaqillik deydigan fikringizni devlet ara diyersiniz, Uygur halkınınki vekilisin. Yes. Eğer bu sözünü siz kılganmısa To'lqin Uygur halkının hiçbirisi emez. Dünya Uygur kurultayı Uygur'un To'lqin Esa, Parat Yurunqaş ve falan filan hemmeden ağzılanmay bunlar emez. Yana bir fikir kısıtlamakçıyım Erkin efendim. Hoş. Dünya Uygur kurultayıga şunda vekil bulab bağan bütün vekillerge bu müracaatını kılıman. Hürmetlik vekillerimiz Uygur halkınınki vekilleri size 1949 yılı ve 1933 yılı 11. ayı 12 ve 44 11. ayı 12. yılı kurulgan Şarkı Türkistan devletininki vekilleri olap oturuvatıslar. Eğer avtonomiya Xitoyla birga yaşaş bu haqda söz fikir bolsanlar, Uygur halkı hakkımızda halal etmeyimiz, hürmetli vekillerimiz. Bunu esingizde tutup anlam. Eğer To'lqin Esa, Parat Yurunqaş, Erkin Ahmet, Erkin Ekrem, Hidayetullah Oğuzhan falan filan hemmimiz bel berip, yani bu avtonomiya yoki bizga manda bersa, biz manda yaşaymiz Uygur halkını deydigan fikriniz bo'lsa, siz Uygur halkının deputat emas. Siz Uygur halkının diktatör, Xitoyning chumoqchilari ulab chiqsa ağızda. Tarix sizden hesap aladi. Yoki şu dünyadamı Uygur halkı öz kanun cezalari bilan cezalab, özümüz Uygur halkının kanunu boyunca sizden hesap alamiz. Hürmetli vekiller, sizden şunu tavsiye kılmayın ki, ben Ali Masum, ben milletvekili emas, ama Uygur milletidir. Uygur millet bunu süktüm bilen, vatanının bir partisi, evladı, vatanının mirazxo'ri o'g'li süktüm bilen, 35 milyonning bir so'la süktüm bilen, arkasınızda şunu tavsiye kılmayın ki, eğer mustaqillikdan başka bir narsa qarar ulab qolsa, Uygur kurultayı bundan keyin Uygur xalqining ichidagi inovatli tashkilot emas. Uygur kurultayı inovatli hozirgi saylangan va saylagan her kim bo'lsa inovatli emas deb tushunamiz. Bundan keyin Uygur xalqining ichida bu o't tutashdi. Bu o'tni o'chiradigan faqatlam siz haqasınız. To'g'ri mustaqillik fikri bilan o'rtoq programmangizni bo'lgan saylanda ochiqlay olasizlar.
başımızın üstüde yerimiz var. Başımızın tacıdısı. Dolkun ise beşimizin tacısı. Jukurdumen beşini ismini atab etkenler beşimizin tacısı. Ama Xitaylardan yakımızda acatmaydıgan programını uğurlap Uygur'un aldı da Uygur'un işmişliği müstakillik deydi de Xitay'ın aldığı vasınız medeniyet kırgınlığı. Yani bizime Abdünümüye de Xitay'la kıl biriktirsiniz. Bundayken Uygur halkı aldı da siz inavetlik bir adamla emas. Kalan sizinki çıkarılgan yekin ve eğitilgan eğitnameleriniz bundan keyin hizmet buludu. Hürmetlik Erkin efendim, benim Uygur kurultayı doğruluk kıldıgan sözüm tügüde endi yana Dünya Uygur Teşkilatlar Birliği lideri Hidayetullah Oğuzhan'ın bergen intervüsüde azırak toxtalmakçı ben. Xoş buldu gapsildi. Xoş buldu gapsildi. Xoş. Rahmet sizge. Xoş. Bunun da biz Dünya Uygur Teşkilatlar Üstü Birliği'ye de bir teşkilat kurulmuş. Bunun lideri bizimki hürmetli Hidayetullah Oğuzhan. Hidayetullah Oğuzhan'ın ekşiğinden tartıp bilime. Aile tabatlarından tartıp bilime. Ben özellikle yakşı ötken edem. Bizim aramızda hiç kandak ya ki ihtizade ya ki bir şahsi ziddiyet ya falan hiçimi yok. Nayt yakşı bütüdüğün biz özümüzü ukustek bir adam. Hürmet sazaverlik bir adam. Ama bu kadımkın kılgan sözü de ve öz fikrimde bütün dünya vatandaşlarım bilen ortaklaşmakçı ben. Hoş. Kadar karayla. Hoş buldu. Avaz sildi. Hoş. Ben kılıp ötken sözünü anladım. Mükellef diyen söz Uygur tilde yokken ben bunu bilek edemizden okusam bu işi bize verdi veremeyimiz diyendek meyler çıkıdıyken mesela bir lider olan kişi bu işini kılamısı mı? Bu işini kılış iradesini sundurmazlık da düşünüme. Mesela 1933 yılı Şerqi Türkistan İslam Cumhuriyeti'ndeki lideri Molla Savut Damolla İnkılabı mağlubiyet uçurashga az kalgan vaqtida qaysi bir yandiki bir adam bilan Damollam bizning inqilobimiz g'alaba qilmaydigandek turdi. Biz davlatni e'lon qildik. Bizni pat arada bizning dushmanlarimiz yenjigidek turdi. Bunga nima deb qaraylar deganda biz bu yo'limizdan yanmaymiz. Hiç bulmasa evlatlarımız bu yolda bizni noldu deb tushunadi degan ta'sirlik so'zi İlham ve Saad Damallah rahmetullah Allah rahmet kılsın şu daimizden kışıda tuğandek bu tesirini ben bu sözünü algıda 25 sene yak 30 sene oldu. Bana muşunda bir fikrini anlap Saad Damallı'nın ki sunmaz iradesini kubul kılan ben yaş vaktimde. Ben üzerinin idisini de yazdı bilek edem demeyin. Mesela bir lider olan kişilerde bunda suyu boşluk veya kaylıkla başlayan kişilerde bunda iratsızlık olsa biz bu devletini kanday kururuz. Mesela zaten biz bunu kütmeymiz. Bunun zaten bayrak kadar kurdu, devlet kurdu da benim kan emez. Bunun zaten bir simul onda kilovatır. Ama bu söz ne? Bizim iradesine kaylık aşkarlı hazır. Ben bunundan azraq özüm şuna bu halkımdan, bütün dünya halkından bunu bir ortaklaşıp bir mesele sormakçıyım. Hoş. Muşu boğan liderlerimiz her kanda vaxtda iradlik. Gelga pişak tanlap tini toğralgan Lütfullah'ın ki şiirlerini esleş gerek. Sabit Damollu'nun ki bayan ben kılıp etken sözünü tekrarlamışsam mı? Bu emisle esleş gerek. Liderlerde bunda iratsızlık olsa hiç kim bu devletke mükellef çıkamaz zaten. Bunu beşi mükellef emez dese bunu ergeç kişiler kim? Doğru. Kimler? O adamın kimi de. Doğru mu yapma? Doğru. Bu doğruluk ben sizge bu halim
bütün dünyadagi Uyg'ur xalqi bilan o'rtoqlashmak uchun shunga sizlarga bir suhbat o'tkazdik. Mening fikrim hozir bu yerda tugadi, ammo bundan keyin bo'ladigan liderlar va yoki har qanday boshqa tashkilotlar, bütün irodasi sunuq insonlar, bular o'zini Uyg'ur xalqining boshchisiman deyishdan nomus qilish kerak. Bu misal biz bu davlatni tanxo'r Xitoy Mavzudun hakimiyetini ve Xi Jinping rehberliğindeki hozirgi soykırımını biz to'xtatib ve çıkamayız, yakımızda ajratamayız. Bizning hozir dunyoning hamma yeriga ko'k bayroqni hamma yerga chiqarsak-mi, o'sha keyingi 20 yil ichida qilgan inqilobimizda hamma sifir. Ya'ni kelib keyingi 5 yil 2016 hozirgi ishlik bo'layotganlarlikda dunyoda nima tashviqot bo'lsa, bu tashviqotda vatanga bir tomchi jamg'u yapgandek bir nem paydo qilamidik. Uyg'ur xalqining bu xarligi kundan kunga eshib kelyotdi. Bu xarliqni biz nima bilan yo'qotamiz? Bu xarliqni biz jonimizni qurbon qilish va qurbonlik qilish, Xitoylarni qatl qilish, bu siyosetni qo'llanib, bütün avangard yoshlarimizni tarbiyalab yetishtirish cho'nglarning vazifasi. Bular bir ishni mukallaf emas. Hozir so'yqirim bo'lsa, madaniyat qirg'inchiligi, hozir bayroqni men dunyo qarab, zot biz uni va'da olgan emas. Biz hech kimdan va'da olmadik, hech kim bizga va'da bermadi. Har odam qo'ldan kelganini qilyapti. Qo'ldan kelganini qilib oxirlashgan bo'lsa, yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Biz zalim, qonxo'r Xitoylardan Uyg'ur xalqiga avam xalq chuqur intiqom olamiz deb ishongan bor. Amin. Men bu lider bo'lgan hech qanday bir insonlar hozirgi kishilik nafsini oyoqning ostiga qo'yamidi deb tushunaman. Ammo buning ochiq xiyonat, ya'ni shu qilgan meni dalilim yo'q. Ama herkesin yaşayan turmuşidir ve manga yoludur. Biz bunu bilemeyiz. Uygur halkının kaynağı şorup kılıp, ya ki sermaye kılıp, nanga yağ sökügendek yet, hayatını küçürüp atıdı. Ulan dikkat kılış gerek. Söz fikirge, ahlakıga, iradısıga Uygur halkınınki. Uyan çak kılmışsın. Uygur halkı aman biz kubimiz yaşasın Uygur halkının müstakilliği, yaşasın Uygur halkının birliği, yaşasın Uygur halkınınki müstakilliği deb sözümni ahırlaştırma. Mümkün ben özüm çok bir okup gerek bir liderlerdeki söz kılamısam mı? Özümün fikrini ortaklaştık. Buna bütün halkımızdan bir doğru düşünüşüne, yani bir doğru mesaj verişine ümit kılıyorum. Benim fikrim şuna dahillaştı. Sizin bir nem fikirleri var mı? Ben hata bir yapıyorum olsam mı? Bunu tüzütüp anlap yapıp koyalım. Ali hacım, hemimiz öğrengiçiye hem öğretgiçiye biz tor dünyasında özümüzün erkin fikrimizni milletimizge koyuvatımız. Mence sizin sözlerde hiç qandaq bir hatalık, men bir narsalarni topamadım deb o'ylayman. Masalan, qurultayning rahbarlariga bo'lgan talablarmi nayt aniq qandi. Yana birisi Hidoyatullo G'uzxon hojibning so'zlagan so'zigimi o'zlarining ko'z qarashlarini dilla. Haqiqatan men sizlardan bir o'xshash bir fikrda. Bugun millatimiz erkiy qirg'inchilikda qirilayotgan, tugayotgan mushundaq bir mezgilning ichida biz undaq mening tushunishim bo'lgancha undaq ko'msam yaqami, ko'msam pishami, o'g'lami, buğlami degan gaplarni degandan ko'ra özünün bir cazman bir aniq bir fikrini bildagin yaxshi. Bugun biz aşı reallik, aşı basqışqa keldik. Çünkü bu pichoq so'ngakdan o'tdi. Vatandagi xalq bizni saqlab turyapti. Vatandagi xalq jazo lagerida, turmada, ularning midirlash, qimirlash imkoniyati yo'q. Shunda qojim. Endi biz shundaq bo'lgan vaqtning o'zidami bu yerdagi bizning rahbarlarimiz bo'lgan kishilar undaq kömsem pişamı, yaqsam pişamı deb o'ltirdigan miki deydiganga menchi zaman vaqt yo'q. Shu sababdan men sizning fikrlaringizni to'g'ri deb qarayman.
Köpten köp rahmat fikir berganliklariga. Anda qo'ygan bo'lsa, xo'sh. Yana bir fikrim qapti. Xo'sh, anda ovoz. Bir 5 minutlik zamanım ketdi, agar vaqt olsa bu fikrimden bir ortaklaşmayı beşim kelgen bir iş. Xo'sh, kerak yo'q, bo'ldi xo'sh ya. Men 2012-yili bir mektepten çıkıp İstanbul'a geldim. 10-15 günden keyin bir qarindoshlar yig'ini oldu dedi. Oğlum bilen biz qarindoshlarimiz bilan bir ko'rishib bo'lam, menga bir 15 yıl kadar boptu. Dese ma'qul dedi. Bu İstanbul belediyenemizden bir maşinama çıksak Abdurrahman deydiğen bir liderimiz var bizden. Kısam sen bana mı dedi, neymiş kılsam ya uğru yok dedi. Fırıp lan açım gelip ne dedin desem uğru yok dedi. Bayan to deplam adamını geçsem sokak yapılan maçta çıktım maşından orundayken birinci orunda oturdu. Bir yerde yatak yok dedi. Badem 30 çığa bağamdan keyin ziyade yani beni ben çırplan bir Kırgızistan'ın nemisi varken pravası. Şunun bir yatak aldım, onun közü kösettim. Köyden yatak varken bu nemi yalan yapıldı. Ben halkımı sevindim dedim. Gerçek kılmıdı. Ertesimi öğrenin okulda Maksim Hacım rahmetlik vardı. Bunu uçuk uçturuşum gerek bu gepni çünkü. Maksim Hacım rahmetlik vardı. Kadir Hacım yapacağım bak. Şeyle bir sohbetleştik. Çakırdı. Çakırıp Maksim size koşuduk. Lükçekliğin kıllar dedi. Maksim ben lükçekliğinin kımıdım. Ben öz halkımını sevindim. Şunu hoşçakla geldim sen bana dedi İslam'ım. Sen nereden tapmam ben? Maksim abimizin kaçısılı olmasa dedim. Dep bu adamını sen terbiye versin Maksim. Bu mu desem size lükçeklerini kımmasla dedi. Aramızda bir şakçı gebetti onu ve oturur samsam buldu bu yerde. İdayetullah Oğuzhan'ı var. Oğuzhan bilen biz nahit Akkuku'da biz Pakistan'daki vakıflarımızın tartıp nahit yakşıydık. Bu adamla paranlaştık. Biz o tartamağı 3 gün 4 gün öttü. Yığınғы karısam Uygur halkına bu qarindoshlar yığında bir devlet kurduğun bir ihtimallıkını sizmedim ben. Bu gap Hidayetullah hamı var, Maksim var, Qadi yapacağım var, bütün dünyadaki Uygurlu var. Oturup, hemmeden özgürlüğün kıltı düzen tanıştırıp, halkım, o yığın, boş bulduğun dek turda, halkımız aldırmay, bu ülüşten korkan bir ahmaklık, biz bir uruş kılıp, bir devlet kurduğaşlıkla saklayacak Maksim rahmetlik kolamdın fikranını elip, madem uzrak oturup kalkan, sen ne kaldı gibim doğru düşünüyorum da gibimle doğrulap bizden gibimiz diğer grupla çıkıp yakamadık. Bu yerden çıkıp üzerine tutup olama, ömkürge etip jığılap geçtim kalsın. Ne çizmeydi, haylattı bir gözlügen adam. Yani o yerden ki yaptım, yazsam yani Abdülhamid Abdurrahman bilen yan bir eğlencem bu kim adıysa, bu kaçakçı, bu Uygur millet seyede muydu adam, ben çıkıp kalısın. Yatak kaldım. Bir adam oşuğa atıp bir yapılaydı desem, yeniden halkımını kürettiğini yok, mojda azar yedik. Yani bunun tatbazı qarindoshlar yığını içip atıda, bununla çıkıp, bu neymiş için bulungan yığın? Ya ki bir xitani bunu kanatmışsak, yani yapmışsak, bu alkısın nur olgan küç var, bu neymiş için bu, hiç düşünmeyiz buna. Bu alet tikip kaldık hazır. Bu alet gelgen bir teşkilat, dünya Uygurlar teşkilat üstü birliğinde kurulup, yani hazırki işte bu bayrakını biz onda kılanmayız, bunda kılanmayız. Size konumu geldi. Şu bu tarihini dep saldım. Bu şunun koyup koyup bulalırdı. Hoş. Millet anlavatıdı. Millet anlavatıdı. Anlavatıdı. Bu şunu bilen, bunu bilen bundan öz şahsi, hiç kanda adalatım yok. Şahsi adalatım olsa, ben bu sizinle bu tilbini paranlaşmayayım, üzüyle verip işeleyim bunu bilen. Benim adresimi buldu. Ben Zeytinburun 15. sokak 19. bina 13. öde oturma. Elimezsin. Beni bilir de hemisi. Eğer bu gipin bir hatalı kulak ben bilen bir gep iştigalı olsa tülbün numarını bilir de çaklarısı var mı? Kese kubul kılımı. Ben bu şahalette halkımızga bunu bir ortaklış için iyiyim dedik bana. Nayet yaxşı yakınlar. Bir şey yok.
Nayt yaxshi gaplar o'zlarining adres hamma narsani berib, chunki nurg'a odamlar bu bundaq degan sen oldinga kelib paranglashsang olmamdi, oldimizga kelsang olmamdi, undaq bundaq deylar. Endi bu ishlarni nayt yaxshi xulosalab berlar, o'zlarining adreslarini, ismlarini, hamma narsani, zaten ziddiyatlarning yo'qlarini deylar, millat ham bu shundan tushunish kerak. Ashundaq qilaylar Hoji Botir. Biz millet olarak hem biz uçuk, müşak kemmisek bizden küçük sünnetki değişik etti. Bizden hem de bu tatkan har zarlığımızda Uygur halkının ki bu harlığını Uygur halkı bilemez. Biz Uygur halkı çetelden nemiş kımıdık. Bunu bir depresyonki. Biri erkekler vatan üçün doğuyup işlerimizi selip kumumuzu bir şeyden kösetmedik. Ayalla işlerini selip güdüp bir şeyde yatmadı. Kalan hem işle kıldık. Yani bir işle kılmadık. Xitayga zerb beriş, üç kişini kılmadık. Kalan işini hemini kıldık. Vatanga bir tamça yağmur yakmandık. Luxşup denizden ağrıp etken, beliktek ağız kurup etken halkımızın ağzını nem kılamadık. Bir yerde birbirimizle uğraş, birbirimizle tullaş, birbirimizle hakaretler ettik. Bu teşkilatın hakkında bir başlamçıları bundan keyinki bu bölgünçülük ahvalını tüketip, mesela meni hakkında bir işte karışık sasanlar bütün dünya etkiler. Benim cenim ortada. Meni gibi algalı olsa, hatalık olsa kullanlar. Ben bir adamını yaman görüp, ya bir adamını yaxşı görüp bitirmeden çıkınım yok. Bütün Uygur halkının harlık için bu derdimle Uygur halkıyla birleştim. Benim maksadım müstakil devlet olsa cenim, melim ve çocukçuluklarımın hepsini pida kılıştı. Allah'la kasem kılıver, yanmayma. Benim gittim verdim bu Uygur halkı. Ben Uygur halkını suyma, ben Uygur halkıyla terakki kılıma, Uygur halkıyla devlet kurma. Benim İradem bu. İradem sunmadı. Teresan mı sunmadı? Muştak geldim Erkin efendim. Endi benim fikrim bir yerde ayaklaştı. Sizin fikirleri olsan konuşayım. Rahmet, hoş. Nayt yaxshi fikir qiliblar. Köpten köp Allah sizden razı olsun. Milletimiz hakikaten bu sizin bu canlıq yaxshi fikirlerini hem özlerinki iradlarını oturup koyup ötler. Sizlarga köpten köp rahmet deymiz. Qolgan so'zlarni milletimizden kelgan inkas boshqa fikrlar qarayli. Yana boshqa suhbatlar bo'lgan vaqtimizda men sizlarga yana telefon qilaman. Mushundaq bir yaxshi suhbatlarimizni milletimizga foydali, yaxshi bo'lgan suhbatlar, milletimizning ro'yini urg'itadigan tashkilotlarimiz bilan mumkin qadar hamkorlashib, millatni bir yo'lga boshlaydigan bu jarayonning o'zida mushundaq bir to'g'ri fikrlar bo'lsa, yana davomli qo'yib turaylar. Anda bo'lsa keyingi suhbat ko'rishaylik. Men ma'u programmani bak uzatmay deb o'ylayapman. Hozir 38 minut bo'ldi. Keyingi suhbatlarda paranglashamiz bulamda. Xo'sh, unda bo'lsa. Xo'sh, ko'rishgaman bilan Allohga emanet. Xo'sh. Anladinglar, butun dunyodagi barliq vatan sevgan qarindoshlar. Men gapni uzatmay bashida degan bundan keyin mening suhbatlarim nurg'un narsalarga men o'zim inkos qaytarib kelgan. Shu o'zim inkos qaytarganlik sababini bilmayman. Ajib haqoratlar bo'ldi. Bu haqorat men uchun aytgan chaqda bir sharaf, mening gunoyim oz edi. Men yetarki men insonlarni ko'pinchilab haqoratlamadim. 90-98%. 1-2 soat, 1-2% haqorat qilgan bo'lsa, shuningga majbur bo'ldim. Haqoratlab mendan ranjigan insonlar bo'lgan bo'lsanglar, yana davomli haqoratlasanglar bo'ladi. Kechirim so'rasanglar, men kechirim so'rashga har vaqt men tayyor. Bütün dünyadaki barliq vatan sevgan qarindoshlarimiz anladinglar. Turkiyadan Ali Mavsum Hacim qarindishimizning o'zining yeshining xil bir yerga bağlılık qarmay o'zining davatidani vatan millat uchun men har zaman jenim pida devatdi. Jenim pida devatdi. Ey tashkilot rahbarlarimiz, qarindoshlar. Biz nima haqda suhbatni boshlagandik, nima haqida oxirlashdi buni ko'rdinglar. Ali mavsumdagi bu qarindishimiz qo'yilgan videoga nisbatan o'zining tushunchisini o'tirib qo'yib, mush so'z haqida meni xatolik fikrlar bo'lgan bo'lsa, men bilan aloqalashsangiz bo'ldi. Men Zaytunburun turmadim, hamma faktlarni o'tirib qo'ydik. Biz millatdan kelgan fikrlarni men qo'limda kelishicha millatga yetkazdim. Xolos gap eng oxirida qarindoshlarimiz, men Ali Mavsum Hacim o'zi dedi,
Men bu yo'lga kelgan chaqda hamma narsamni o'tirg'a qo'ydim. Jonimni o'tirib qo'ydim, mol mulkimni o'tirib qo'ydim. Mana bu liderlik ruh, mana bu qahramonlik ruh, mana bu erkinlik ruhi, mana bu mustaqillik ruhi, mana bu adolat ruhi qarindoshlarimiz. Shuning uchun mayli siz, men hech kimni haqoratlamoqchi emasman. Bugun siyosat nuqtasidan aytgan chaqda biz bir narsaning eng oxirgi bosqichiga kelib qoldik. Shuning uchun liderlarimizdan kutadigan talablarimiz shu. Xuddi Ali Mavsum Hajimdek, ey vatanni, millatni sevgan xalq, o'rningdan tik tur, dastur. Bu vatan uchun vaqt kelib qolsa, hamma ishni qilayli. Bu vatan uchun vaqt kelib qolsa, badanimizdagi 5-6 litr qonni shu vatan uchun, shu millat uchun, irqiy qirg'inchilikda qirilayotgan xalq uchun to'kayli. Yetarki biz o'zimizning mustaqil bir Uyg'ur davlatini qurayli degan bir shuarlar bilan qo'rqmay, dodillik bilan bir harakat qilishinglarni, ham shundoq so'zlashinglarni umid qilamiz. Butun dunyodagi barliq qarindoshlar, bu talabimiz kimdan boshlangan bo'lsa, so'zimiz shunga yetadi. Ham boshqa qarindoshlarimiz bo'lsa, bu to'g'riliq bir o'zinglarniki tushunchangni o'tirib qo'yasizlar qarindoshlar. Qarindoshlarda bo'lgan bo'lsa, takrar xayrli kashlar bo'lsin. Ko'rishga omon bo'laylik. Xo'sh.